To'xtatib turing. To'xtatib turing, to'xtatib aytamiz. Bo'ldi. Vazir Kengash a'zolari demak bor. Majlisda ochish bo'yicha Ochilsin. Bundagilarga eshitilyaptimi? Assalomu alaykum, eshitilyapti. Eshitilyapti. Слышно прекрасно. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, bugungi kun tartibimizda 4 asosiy masala. Birinchi masala Namangan davlat texnika universiteti shartnoma Akbarjon Bahodirjon o'g'lining biznes subyektlarida xarajatlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi 18.00.08 buxgalteriya iqtisodiy tahlil va audit ixtisosigida falsafa doktor PhD darajasini olish uchun tashlashni ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilish rasmiy ahamiyat tashkilot belgilash. Bunga rahbar professor Sirojiddin Ikromov masalan Namangan davlat texnika universitetining taqdirlanuvchisi Muzaffar Hakimovichning xo'jalik yuritish subyektlarida moliyaviy aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil etishni va tahlilni takomillashtirish mavzusidagi 18.08 buxgalteriya hisobi iqtisodiy tahlil va audit hisobida falsafa doktori PhD darajasini olish sertifikatsiya himoya uchun qabul qilish rasmiy ahamiyatlar va tashkilot belgilash. 3-chi masala Farg'ona davlat texnika universitetining taqdirlanuvchisi Ermatov Zohid Samiradovichning 18.07 moliya pul muomalasida kredit hisobligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olish uchun tayyorlangan tibbiyot muassasalari moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusida himoyasi. 4-chi masala Farg'ona davlat texnika universiteti doktoranti Qurbonova Shahrinoz Avazxonovnaning buxgalteriya hisobi iqtisodiy tahlil va audit ixtisosigida PhD darajasini olish uchun tayyorlangan to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar buxgalteriya hisobi va tahlili moliyaviy hisobotlarining xalqaro standartlar asosida takomillashtirish mavzusida tayyorlangan dissertatsiya ishi himoyasi. Hurmatli kengash a'zolari, kun tartibidagi masalalar bo'yicha takliflar bor. Tasdiqlansin. Bo'yicha taklif bor, tasdiqlanishlar. Hurmatli kengash a'zolari, bunday kun tartibidagi birinchi masalaga o'tsak, Namangan davlat texnika universiteti taqdirlanuvchisi Islomxonmedov Akbarjon Bahodir o'g'lining biznes subyektlarida xarajatlar hisobini tashkil etish va byudjetlashtirishni takomillashtirish mavzusidagi 18.00.08 buxgalteriya hisobi iqtisodiy tahlil va audit ixtisosigida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishini ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilish rasmiy ahamiyatga tashkilot belgilash. Ilmiy rahbar iqtisodiyot fanlari nomzodlari Sirojiddin Ikromovdan Berdinovich tadqiqotchini ma'lumotlar va shaxsiy hujjatlar bilan tanishtish ro'yxatiga olib kelishdi. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. E'tiboringizga Namangan davlat texnika universiteti mustaqillanuvchisi Islomxonmedov Akbarjon Bahodir o'g'lini shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etaman. Islomxonmedov Akbarjon Bahodir o'g'li 1992-yil 24-iyulda Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, oilali. U 2010-2014-yillarda Namangan muhandislik pedagogika institutini, kasb ta'limi, moliya, bakalavriat ta'lim yo'nalishini hamda 2021-2022-yillarda Namangan muhandislik qurilish institutini buxgalteriya hisobi mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2024-yildan buyon Namangan davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi sifatida ilmiy faoliyat olib borgan. Islomxonmedov Akbarjon Bahodir o'g'li 2014-2023-yillarda Namangan shahridagi Haqiqatbek auditorlik tashkilotida yordamchi auditor, bosh hisobchi, auditor vazifalarida 2023-yildan hozirgacha Namangan davlat texnika universiteti buxgalteriya hisobi kafedrasi assistenti vazifasida faoliyat yuritib kelmoqda.
Muhamedov Akbarjon Bahodir o'g'li kichik biznes subyektlarida xarajatlar hisobini tashkil etish va byudjetlashtirishni takomillashtirish mavzusida iqtisodiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi yakunlangan. Muhamedov Akbarjon Bahodir o'g'li 2025-yil 28-fevralda Andijon davlat chet tillari institutida chet tili fanidan, 2025-yil 29-noyabrda Farg'ona davlat texnika universitetida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit iqtisodligi bo'yicha malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Ilmiy rahbar iqtisod fanlari nomzodi professor Sirojiddinov Ikromiddin Qutbeddinovich. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, tadqiqotchining haqqidagi ma'lumotlar va shaxsiy hujjatlar bo'yicha tadqiqotchiga yoki ilmiy kotibga savollar, Ma'lumot uchun qabul qilinsin. ma'lumot uchun qabul qilinsin degan taklif bor, tasdiqlab berishlaringizni so'radi. Qarshilar betaraflar edi. Demak, kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasida dissertatsiya ishini ilmiy kengashga himoyaga qabul qilib olish. Dissertatsiya rasmiy apparatdan qanday yetakchi tashkiloti belgilash belgilangan qaror loyihasi bilan qo'shib tanistiraman. Namangan davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi Muhamedov Akbarjon Bahodir o'g'li kichik biznes subyektlarida xarajatlar hisobini tashkil etish va byudjetlashtirish, takomillashtirish mavzusida tayyorlagan dissertatsiya ishi ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilinsin. Rasmiy apparatlar sifatida Qozog'iston Respublikasi Adliya nomidagi O'z texnika universiteti buxgalteriya hisobi audit tayyorlash professori, iqtisodiyot fanlari doktori professor Abdiyev Murat Juratovich hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti dekani, iqtisodiyot fanlari nomzodi dotsent Mo'minov Erkin Jamoldinovich belgilansin. Yetakchi tashkilot sifatida Samarqand iqtisodiyot va servis instituti belgilansin degan qaror loyihasi berilgan. Qaror loyihasi bo'yicha qo'shimchalar yoki takliflar bormi? Tushadi hammasi. Qaror loyihasini tasdiqlab berishlaringizni so'radik. Mas'ullar betaraflar yo'q. Rahmat. Endi kun tartibidagi keyingi masalaga o'tamiz. Kun tartibidagi ikkinchi masala Namangan davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi Umurzoq Abdulqodir Hakimovning xo'jalik yurituvchi subyektlarida moliyaviy aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va tahlilni takomillashtirish mavzusidagi buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit sohalarida iqtisodiyot fanlari bo'yicha dissertatsiya ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilish, rasmiy apparatlar tashkiloti belgilash. Tadqiqotchini haqidagi ma'lumotlarni shaxsiy hujjatlar bilan tanishtirish so'z. Umurzoqov Dilshodbek Hakimovich 1975-yil 23-martda Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, oilali. U 1992-97-yillarda Farg'ona Politexnika institutini buxgalteriya hisobi, nazorat va xo'jalik faoliyatining tahlili mutaxassisligini tamomlagan. 2025-yildan buyon Namangan davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi sifatida ilmiy faoliyat olib bormoqda. Umurzoqov Dilshodbek Hakimovich o'z ish faoliyatida 1999-2001-yillarda Norin tuman moliya bo'limi, byudjet bo'limi bosh iqtisodchisi, 2003-2013-yillarda Namangan muhandislik iqtisodiyot instituti buxgalteriya hisob va audit kafedrasi o'qituvchisi, 2013-2018-yillarda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga qarashli Namangan viloyat yuridik kolleji bosh hisobchisi, 2019-2021-yillarda Prima Mebel mahsulot cheklangan jamiyat shaklidagi O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasining bosh hisobchisi, 2021-2024-yillarda Namangan Politexnika instituti katta o'qituvchisi, 2025-2026-yil aprel oyigacha Namangan davlat texnika universiteti dotsenti vazifalarida faoliyat yuritgan. 2026-yil 10-apreldan boshlab dotsent unvoniga ega bo'lib, hozirgi vaqtgacha buxgalteriya hisobi kafedrasida faoliyatini davom ettirmoqda. Dissertatsiya ishi Namangan davlat texnika universiteti buxgalteriya hisobi kafedrasida bajarilgan ilmiy rahbar Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizov. E'tiborlaringizni Rahmat. Tadqiqotchining ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari bo'yicha
Tadqiqotchiga yoki topilga savollar, Ma'lumotni qabul qiling. ma'lumot qabul qilib taklif bor, Xo'p. Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha qaror loyihasi qanday taqdim qaror loyihasi bilan tanishtiradi. Namangan davlat texnika universitetining mustaqillanuvchi universiteti hakimligi xo'jalik yuritish moliyaviy aktivlar hisobidan xalqaro standartlar asosida tashkil etish va takomillashtirish mavzusidagi buxgalteriya hisobi tahlil va audit sohasida ko'rgazmalar bo'yicha rasmiy abonentlar sifatida Andijon davlat texnika instituti buxgalteriya hisobi Qo'qon universiteti buxgalteriya va moliya hisobi kafedrasiga ko'ra tegishli mehmonxonalik klubi belgilanishi Amerika tashkiloti sifatida Toshkent davlat universiteti belgilanishi ko'rsatilgan. Agar qaror loyihasi bo'yicha qo'shimchalar qarshilar bo'lmasa tartibga qo'yiladi. Ma'qul. Qarshilar yo'q. Bunda qaror loyihasi bir ovozdan qabul qilindi deb hisoblaymiz. Xo'p, kun tartibida ikkinchi masalaga o'tsak, ikkinchi masalaga tartib bo'yicha Hurmatli kengash a'zolari, navbatdagi kun tartibidagi uchinchi masalamiz Farg'ona davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi Ermatov Zohir Shavkatovich 1800 moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun совершенствование механизма финансирования медицинских учреждений mavzu tayyorlangan rus tilidagi dissertatsiyaning himoyasi ilmiy rahbar iqtisod fanlari doktori dotsent Jahongir Jahongirov, rasmiy abonentlar iqtisodiyot fanlari doktori professor Nodir Osiyatovich, Umumiy iqtisodiyot fanlari doktori professor Mo'minova Eldoraxon Abdugariyeva, yetakchi tashkilot Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Tadqiqotchining avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari bilan tanishish so'zi ilmiy beriladi. Ermatov Zohirjon Shavkatovich 1980-yil 23-mayda Farg'ona viloyati Quva tumanida tug'ilgan, millati o'zbek. 1996-2000-yillarda Farg'ona Xalq institutini bakalavriat ta'lim yo'nalishini 2002-yillarda esa Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini davlat moliyasini boshqarish mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. Ermatov Zohir Shavkatovich o'z mehnat faoliyatini 2002-2005-yillarda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligida birinchi toifali iqtisodchi, yetakchi iqtisodchi lavozimlarida boshlagan. U 2007-2017-yillarda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi vazirchiligi yetakchi inspektori va bosh mutaxassisi, 2018-2019-yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligi mutaxassisi, yetakchi mutaxassisi va bosh mutaxassis lavozimlarida 2019-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi majburiy tibbiy sug'urta tizimini joriy qilish bo'limi bosh mutaxassisi va bo'lim boshlig'i lavozimlarida 2020-2023-yillarda Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi ijro etuvchi direktorining birinchi o'rinbosari, 2023-yildan hozirgi kunga qadar Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi ijro etuvchi direktori lavozimida faoliyat olib bormoqda. Ermatov Zohirjon Shavkatovich 2024-yildan iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun 08-00-07 moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligida tibbiy xizmatlar xaridini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusida mustaqil izlanuvchi sifatida ilmiy faoliyat olib borgan va hozirda dissertatsiya ishi yakunlangan. Dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti menejment va marketing kafedrasida bajarilgan. Ilmiy rahbar iqtisod fanlari doktori Jahongirov Ilimdorjon Jahongirjon. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, tadqiqotchining avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari yuzasidan ilmiy kotibga yoki dissertatsiyaga savollar bormi? Ma'lumot uchun qabul qiling. Ma'lumot uchun qabul qilinsin degan taklif tushyapti. Marhamat, tasdiqlab qo'yishlaringizni so'rayman. Rahmat. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi,
maqsadi, tadqiqot jarayonida olingan asosiy ilmiy xulosalar va ishlab chiqilgan ilmiy hamda amaliy tafsilot to'g'risida ma'ruza qilishni so'zni tadqiqotga beramiz. 15 daqiqa vaqt reglamenti belgilangan. Marhamat. Dissertatsiya rus tilida yozilgan. Shuning uchun e'tibor qaratasizlar. Savollarda o'zbekcha versiyalar ham, ruscha versiyalar ham dissertatsiya tayyor. Javob berish. Marhamat. Ассаламу алейкум, уважаемый председатель научного совета, уважаемые члены совета. Я хочу представить вам результаты своей научной работы, которая выполнена на тему совершенствования механизмов финансирования медицинских учреждений. Хотелось бы особо отметить, что глава государства уделяет отдельное внимание реформированию сферы здравоохранения, в частности, системе финансирования здравоохранения. И самая главная мысль, которую сейчас продвигают все руководители и организаторы здравоохранения, то, что деньги должны следовать за пациентом. То есть финансирование должно быть привязано к результатам лечения, оздоровления и улучшения состояния нашего населения. Hurmatli Zoom'da qatnashayotganlar, prezentatsiya ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti Ibrohim Nabich, ko'rinyapti. Davom. Tadqiqotchini ko'rsatib qo'yamiz. И в этой связи внедрение механизмов государственного медицинского страхования, в частности, закупа медицинских услуг, независимо от государственных или частных медицинских организаций, является очень актуальным. Этому посвящено несколько нормативных актов, которые были приняты за последние несколько лет, и все они направлены на реформирование организации здравоохранения, а также системе ее финансирования. Действующая система сметного финансирования медицинских организаций, она не направлена на улучшение состояния пациента, она финансировала инфраструктуру этих медицинских учреждений без привязки к результатам лечения. Мы тут хотели отметить, что мы взяли для фокуса такое социальное заболевание, как туберкулез. И туберкулез, особенно ростом его лекарственно-устойчивых форм, является социальным заболеванием, которое является проблемой здравоохранения, требующей финансово устойчивых решений. И мы говорим о неэффективности модели сметного финансирования, привязки к этому заболеванию. И мы отмечаем, что необходим переход от устаревшего метода сметного финансирования, оплачивающего инфраструктуру, койки, к новому методу, который предусматривает стратегический закуп, и он ориентирован на результат. Также в устаревшем методе финансирования имеется разрыв с клиникой, то есть объем финансирования не привязан к результату излечивания больных. И мы видим, что существует слабая связь между финансовыми потоками и реальными потребностями этого сектора. Целью нашего исследования является разработка научных предложений и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов финансирования психиатрических учреждений в системе государственного медицинского страхования на основе внедрения экономических моделей оплаты по клинико-затратным группам. На следующих слайдах я хотел бы детально ознакомить вас. Задачами исследования было изучить теоретические и методологические основы стратегического закупа медицинских услуг, проанализировать действующую систему организации и финансирования стационарной фтизиатрической помощи, оценить структуру и уровень затрат на стационарное лечение больных туберкулезом, разработать и обосновать структуру клинико-затратных групп для стационарной фтизиатрической службы
рассчитать относительные весовые коэффициенты этих клинико-затратных групп и смоделировать финансирование фтизиатрических учреждений при оплате на основе клинико-затратных групп и разработать практические рекомендации по внедрению этой модели в дальнейшем в нашей республике. Объектом исследования являлась вся система финансирования фтизиатрических медицинских учреждений на основе применения вышеуказанных клинико-затратных групп в условиях внедрения механизмов государственного медицинского страхования. Предметом исследования это финансово-экономические отношения и механизмы, возникающие в процессе формирования оплаты во фтизиатрических медицинских учреждениях. Основные методы, которые были применены нами, это статистический анализ, методы ANOVA, T-критерий студента и коэффициент вариации, а также метод ступенчатого соотнесения затрат, так называемый step-down costing, а также эконометрическое моделирование бюджетов при переходе оплаты по этим клинико-затратным группам. Нами были исследованы более 14 тысяч выписок за 2022 год, более 70 тысяч выписок за 2023 год, и все эти выписки, эти больные охватывали 59 фтизиатрических стационарных учреждений. Из них 36 это лечебные учреждения и 23 санаторно-реабилитических учреждения, коечный фонд которых составлял более 10 тысяч коек на момент исследования. Научная новизна была особо указана, она, скажем, разделена на 4 научные новизны, на которых я хотел бы отдельно остановиться. Первая научная новизна – это разработана методология сравнения затрат медицинских учреждений на основе международного опыта, включающая этапы разделения затрат на такие части, как формирование центров затрат, прямое распределение затрат вспомогательных подразделений, а также ступенчатые соотнесения или распределение затрат и определение окончательной стоимости медицинской услуги. Хотелось бы отдельно показать вам, что для расчета истинной себестоимости лечения был применен международно признанный метод ступенчатого соотнесения или распределения затрат. Вы на этом слайде можете видеть, что общие затраты состоят из административных затрат, лечебных затрат, всяких хозяйственных служб, а также они уже разделяются на вспомогательные центры. Это лаборатория, клиническая диагностика, а также центры лечения. Мы назвали их клиническими центрами. И в конце все это приводит к определению себестоимости лечения каждого пациента. И результат у нас расчет полной экономически обоснованной себестоимости одного пролеченного случая, что служит основой для весовых коэффициентов клинико-затратных групп. Хотели бы показать анализ, который был проведен. Анализ затрат доказал высокую клиническую экономическую неоднородность случаев. То есть вы на этой диаграмме можете видеть, что нетуберкулезные случаи оцениваются в сумме где-то до 3 миллионов, сумм лечения их оценивается, тогда как чувствительный туберкулез на уровне 10 миллионов, и у нас есть лекарственно устойчивые формы туберкулеза, они до 30 миллионов составляют стоимость их лечения. И вывод, то, что статистически мы доказали, что необходимо разделение потоков пациентов на чувствительные и устойчивые формы туберкулеза, что служит основой для формирования клинико-затратных групп. И внедренная рекомендация такова, что методология ступенчатого соотнесения затрат медицинских учреждений на основе международного опыта в рамках этапов разделения на разные категории расходов, она представляется очень рациональной и полезной. Об этом имеется у нас соответствующий документ от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
И хотели немножко рассказать то, что действующая система финансирования на основе сметы расходов, она не привязана к результату, она больше привязана к коечному фонду. И имеется очень высокая корреляция между бюджетом и коечным фондом. То есть, когда коек больше, то и объем финансирования тоже больше. Скажем, а когда коек меньше, соответственно, меньше. И слабая связь с объемом помощи, он практически не зависит от количества выписанных пациентов, что ставит под сомнение возможности полного излечения медицинским учреждением этих пациентов. И ключевой вывод, то, что система стимулирует сохранение коечного фонда, а не повышение эффективности лечения. Вторая научная новизна – это то, что разработаны клинико-затратные группы и их весовые коэффициенты для расчета оплаты на лечение пациентов в туберкулезных учреждениях с учетом клинической тяжести их заболевания, сложности лечения и потребления услуг. На основе анализа, как я уже сказал ранее, более 70 тысяч пролеченных случаев, это был исходный массив данных, мы сформировали 77 базовых групп, которые после пересмотра были урезаны до 18 промежуточных групп, и 10 финальных клинико-затратных групп были уже определены для внедрения в практику. На этом слайде показаны эти 10 клинико-затратных групп, которые вам видны на левой стороне слайда. И на правой стороне слайда мы показали, что реально болезни органов дыхания, не являющиеся туберкулезом, они потребляют меньшую стоимость, тогда как туберкулез органов дыхания резистентный, то есть устойчивый к лекарствам, он является самым дорогим в лечении. И было внедрено наше предложение о классификации затрат на лечение пациентов в педиатрических учреждениях по клинико-затратным группам и их весовым коэффициентам с учетом клинической тяжести их заболевания, сложности лечения и ресурсопотребления, которое было внедрено в практику закупа медицинских услуг. Третья научная новизна. В качестве нового подхода был разработан механизм финансирования стационарного лечения пациентов в туберкулезных учреждениях на основе клинико-затратных групп для каждого пролеченного случая. Нами был проведен анализ их расходов, и если мы будем смотреть на левую сторону слайда, это данные за 2023 год, общий бюджет составлял более 850 миллиардов, из них бюджет лечебных учреждений это 73%, и бюджет санаторно-реабилитационных учреждений это 27%. Если мы будем смотреть на структуру расходов этих учреждений, то мы видим, что более 70% их расходов это приходится на фонд оплаты труда, то есть на выплату заработной платы. Также мы видим большую корреляцию в объеме финансирования наших педиатрических учреждений. Вы можете здесь увидеть, к примеру, вот, если остановимся на Ферганской области, у нас Ферганский межрайонный педиатрический диспансер, который расположен ближе к городу Маргилану, он из года в год имеет различный объем финансирования. Точно так же Ферганский областной центр педиатрии и пульмонологии, также у него имеются вариации в объеме финансирования с 23 по 25 год. И была выведена формула финансирования, оплата по клинико-затратным группам, которая определяется путем умножения базовой ставки на весовые коэффициенты этих клинико-затратных групп. И общий бюджет стационара определялся по данной формуле, где базовая ставка, весовой коэффициент и число пролеченных случаев. И была внедрена рекомендация, это определение бюджета и механизма финансирования на основе клинико-затратных групп. Нами было сделано моделирование, чтобы увидеть уровень риска. Вы сами можете видеть, что когда мы сделали моделирование, то потери некоторых учреждений составляли до 65%, а, скажем, выигрыши некоторых учреждений до 172% от их бюджета, что не могло остаться
таким образом, что вызывало очень большие риски, в связи с чем были предприняты и другие шаги. Хочу рассказать про четвертую научную новизну, то, что предложена система финансирования туберкулезных учреждений, основанная на комплексном подходе, не на одной клинико-затратной группе. Этот подход включает оплату по глобальному бюджету, клинико-затратным группам за стационарную помощь, по лабораторным услугам и за координацию борьбы с туберкулезом. Архитектура комбинированной оплаты выглядит следующим образом. Мы в центре можем видеть бюджетную программу по борьбе с туберкулезом, где присутствует единый пул средств, это госбюджет и вклады доноров, если таковые будут иметься. Основную часть составляет стационарная помощь, как было уже сказано, это клинико-затратные группы, лабораторная служба, туберкулезный контроль и общественное здоровье, а также привлечение амбулаторного звена для профилактики этого заболевания и раннего выявления этих случаев. Хотелось бы раскрыть структуру этой модели оплаты. То есть 75% мы будем оплачивать по глобальному бюджету, так как имеются затраты содержания учреждений, которые не привязаны к количеству случаев, как содержание здания, коммунальные услуги и так далее. Из них вот 15%, не из них, а к этому добавок 15% это оплата за пролеченные случаи на основе наших клинико-затратных групп, 6% это туберкулезный контроль и координация, и 4% это лабораторный компонент, который стимулирует и дает возможность лечить более адресно наших пациентов. И стратегический результат – это переход от сметного содержания коечной мощности к методу финансирования, который обеспечивает излечение пациента. И наше предложение было внедрено и основано на комплексном подходе комбинированного или комплексного финансирования этих учреждений. Здесь я хочу показать то, что вот это продолжение того моделирования, которое было сделано, где 64% и 172%. Потом мы из этой схемы убрали санатории, то есть наши санаторно-реабилитационные учреждения. И мы увидели, что вариация составила от минус 43 до плюс 61. После этого мы, для того, чтобы нивелировать риски, поставили бюджетный коридор 85% снизу и 115% сверху. И в этом случае у нас получилось минус 7, плюс 9, то есть в пределах этих 15% мы могли видеть более справедливую оплату по смоделированному бюджету. Хотел бы остановиться немножко на... Есть какие-то особенные необходимо подчеркнуть. Да. Вот это кратко то, что хотелось вам сегодня представить. Спасибо. Hurmatli kengash a'zolari, ma'ruzaatni tugatdi. Marhamat, savollar. Javob и вопросы. Пожалуйста, профессор Абдуллаев. Andijon barakalar. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, a'zolar, mehmonlar, Zohidjon, rahmat. Ma'ruzatingiz uchun yaxshi ish qilingan. Masalasi bizning mamlakatimizda qadimdan bo'lgan, katta e'tibor qaratilgan. Sifatida ham va hozirdan e'tibordan chetda emas. Menda ikkita savollar tug'ildi. Birinchi savol. Mavzuni o'rganilganlik darajasida, muammoni o'rganilgan darajasida turgan. Bu yerda demakki, Bo'rdiyeva, Mamatqulov, Hamidov, Muhammad va Rasul Hakimov, Tursunov, Abjayev deganlarni keltiribsiz. Bu yerda mana nimada Abdullayevniki buxgalteriya hisobini demak davlat elchini sog'liq saqlash korxonalarida deyilgan. Bu buxgalteriyaga taalluqli.
Bana da bitta savol-savlashdim, moliyalashni takomillashtirish yo'llari deb Rahmonovni maqolasi berilibdi. Bu keyingisi byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi deyilyapti. Ko'proq bu adabiyotlaringizda mana bu firibgarlik darajasida men moliyalashtirish masalalarini ko'rmayapman. Balki dissertatsiyangizda bordir. Chunki mana ilmiy rahbaringizni o'zi ham Ilmdorjon bevosita sog'liqni saqlashni moliyalashtirish va uni boshqarish mexanizmlariga bag'ishlangan ishi. Shunda siz e'tiborga olganmisiz va undan qanday farqlari bor hozirgi tayyorlagan ishingizda, ilmiy rahbaringiz ishida? Bu birinchi savol. İkincisi mana bu 12-betda 12-13 betlarda demak eng ko'p muassasalar Farg'ona viloyatida jamlangan, undan keyin Namangan va hokazo Andijon eng Sirdaryo viloyatida bitta deb qayd etilyapti. Bunga sabab nima? Nima Farg'onada shunaqa kasallik ko'pmi? Asosan Farg'onaga e'tibor qaratilgan. Yani lekin servis paytida har bir rayonda bittadan suv kasallik stansiyalar bor edi. Bu yerda ana shu davolash ishlari to'liq davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Hozirgi paytda ham demak bu davom etib kelyapti. Lekin baribir sug'urta masalasi ham e'tiborga qaratilgan. Bu ikkinchi savol. Filmlarda bemorlarni bo'lish muddatlari deyapsiz. Demak, Andijon viloyatida 69 kun, Buxoroda 67, sanatoriyda davolash muassasalarida 59, 36, 27. Bu mana bu tafovutlarga kengda. Demak, Toshkent viloyatida 27 kun, Andijon viloyatida 59 kun, Qoraqalpoqda 17, Navoiyda umuman 22 kun. Shunaqangi tez tuzalib ketadi bu yerda kasallar. Buni sababi nima? Ikkinchi savol. Keyin mana bu yerda 24-betda diagnoz ekonometrik tahlil qilgansiz. Demak, shu klinik xarajatlar guruhlar bo'yicha prognozingizda demak siz 24-yilda demak 85%dan kam bo'lmagan miqdorda moliyalashtirishni kafolatlash deyapsiz. Demak 15%i bu bemorlarni hisobiga bo'ladi yo boshqa bir manbalari bormi? Keyin bu nimaga keyingi misol uchun 26-yilga 20 tugayapti, 26-27, 30-yillarga prognoz qilinganmi? Shu qanday ular o'zgarish qonuniyati qanaqa bo'lyapti? Shularga aniqlik kiritsangiz, javobga rahmat. Смотри, саволlarınız için. Если позволите, я отвечу на русском языке. Из местных исследователей, из местных авторов мы взяли очень большой массив информации, но, к сожалению, касательно туберкулеза, эта тема еще не была так широко раскрыта. Поэтому мы брали те моменты, которые мы считали нужными, тех источников, которые были указаны. Ваше замечание уместно. Возможно, в следующем своей исследовательской работе я буду больше опираться на местных авторов. Касательно второго вопроса, почему в Ферганской области такое большое сосредоточение лечебных учреждений, эти лечебные учреждения были созданы в советское время, когда нагрузка на, скажем, психиатрическую службу, она была очень большой. И мы посредством нашей работы говорим, что эта структура, она должна быть немножко оптимизирована, с учетом того, что международный опыт говорит, что данное заболевание должно быть определено, выявлено, и профилактические мероприятия должны осуществляться на первичном уровне.
Если мы сейчас посетим одно из этих учреждений, которое расположено в регионах нашей республики, мы будем иметь возможность видеть то, что не все койки там заполняются. Хотелось бы, чтобы те средства, которые выделяются из государственного бюджета, действительно направлялись на выявление и лечение этого заболевания, а не содержание этих самих зданий. Это касательно второго. Очень правильное и уместное замечание по поводу длительности лечения в разных регионах. Туберкулез – уникальное заболевание, которое охватывает все органы человеческого тела. То есть это может быть легочной туберкулез, это может быть туберкулез костей и других органов. Мы из-за того, что наши данные не были... То есть мы собирали данные, которые были на бумажных носителях, они не были оцифрованы. Поэтому сам диагноз туберкулеза мы брали его как общий туберкулез. А то, что он расположен в разных органах нашего организма, это связано с тем, что как скоро он излечивается. Поэтому вы очень правильно подметили разные сроки его излечения или нахождения в лечебных учреждениях. И касательно 85% на 2024 год, мы предлагали 85% от бюджета определить как глобальный бюджет, как было показано на слайде, а оставшуюся часть уже разделить по нашим компонентам, которые предлагаются для комбинированной оплаты. На 26-й, на 27-й и на следующие годы имеется инициатива главы государства по доведению объема финансирования здравоохранения до 5% от ВВП. Соответственно, объем финансирования и в фтизиатрической службе будет кардинально увеличиваться, что позволит нам лучше излечивать это заболевание и на его поздних сроках. Спасибо большое. Marhamat, navbatdagi. Qo'g'irqonlari doktori Ajoyib Arizxon Sardorov. Hurmatli kengash a'zolari. Zohidjon Shavkatovich juda ham chiroyli ma'ruza bo'ldi, lekin menda yana bir qiziqtirgan bir ikkita nima bo'ldi. Siz tadqiqotingizda bevosita fizioterapiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqqansiz. Endi bundan tashqari ham bir qator tibbiyot faoliyatlari bor. Shu siz tadqiq qilgan mexanizmlar bu faoliyatlarda ham ishlaydimi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, mana avtoreferatizm 16-bet 2-jadvalida klinik xarajatlarni o'rtachasini beryapsiz. Bu yerda eng qimmati bilan eng arzoni o'rtasida deyarli farq 6 baravarga o'zgaryapti. Shuni qanday izohlaysiz va bunaqa tabaqalashtirilgan to'lovlarni joriy qilish yoki qanday qilib asoslaysiz bularni joriy qilish nima uchun zarur deb hisoblaysiz? Rahmat. Асханаке, большое спасибо за ваш вопрос, за внимание. Если остановиться на методе оплаты, который нами был предложен, он применителен не только к фтизиатрическим учреждениям, его можно применить и к другим стационарным учреждениям, так как он предполагает оплату результатов лечения в зависимости от сложности лечения и ресурса потребности этого заболевания. В данном методе мы отходим от финансирования количества коек, штатных единиц, содержания инфраструктуры, что само собой предполагает возможность его применения и к другим методам или к другим профилям лечения. А касательно той таблицы, о которой было сказано, да, очень большая корреляция имеется стоимости лечения тех или иных заболеваний. И наши клинико-затратные группы об этом тоже и говорят, что их коэффициент, если взять единицу, это среднее значение, то ниже единицы это более легкие случаи, а выше единицы у нас имеется коэффициент 2 и 2 с лишним, это более сложные случаи. Что подтверждается разными ресурсоемкостью разных случаев и необходимостью достаточного финансирования для излечения этих проблем. Qo'g'irqonlari doktori Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli ustozlar, rahmat. Mani savollar qiziqtirdi. Birinchi savolim, bugungi kunda mana tibbiy sug'urta, majburiy tibbiy sug'urta tizimi kirib kelyapti. Bu aynan davlat tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish, umuman tibbiyot muassasalarini moliyalashtirishga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Va shu savolning davomi, davlat xususiy sherikchilik mexanizmlaridan foydalanganda
qanchalik iqtisodiy samara olib kelinishi mumkin? Dissertatsiyada o'rganilganmi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, tibbiyot muassasalari moliyaviy barqarorligini baholash bo'yicha qanday indikatorlardan, qanday ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin? Интересные вопросы. Исследовательской работе. Внедрение механизмов государственного медицинского страхования – это один из способов защитить себя от катастрофических расходов лечения. Когда мы говорим о обязательном медицинском страховании или государственном медицинском страховании, это подразумевает, если с медицинской точки зрения, то создание гарантированного пакета или гарантированного объема услуг, который будет предоставляться всем гражданам, независимо от их пола, роста, веса, социального статуса и так далее. Этим мы обеспечиваем универсальность и, скажем, равный доступ к этим услугам. Когда мы говорим про обязательное медицинское страхование, это подразумевает отчисление от заработной платы определенной суммы денег для возмещения стоимости лечения. Тут возникает другая мысль – солидарность. То есть, когда мы молодые, мы не обращаемся в поликлиники или больницы, а наши деньги тратятся на наших родителей, которые должны получать это лечение. И этот круговорот, он постоянно продолжается. Когда мы достигнем этого возраста, наши дети будут платить за наше лечение. Вы говорили про формы партнерства, государственно-частного партнерства. Да, эти формы возможны, но не в туберкулезе, не в лечении туберкулеза, так как туберкулез является тотально опасным заболеванием. Он имеет очень высокий инфекционный статус. Поэтому все государства, без исключения, оплачивают лечение туберкулеза из государственного бюджета, без привлечения частного сектора к этому вопросу. То, что касательно финансовой стабильности наших медицинских организаций, да, конечно, очень актуальный вопрос. Сейчас мы даем им финансовую автономность, финансовую самостоятельность. Но если руководитель медорганизации будет хорошим врачом, хорошим оперирующим хирургом, но не хорошим менеджером, то тогда финансовая стабильность этой организации не будет обеспечена. И когда мы ставим хорошего хирурга, оперирующего главврачом, мы теряем хирурга, но не приобретаем хорошего менеджера. Поэтому дважды надо подумать, прежде чем назначать хорошего хирурга, думая, что он будет хорошим менеджером. Руководители медорганизации должны проходить обязательную подготовку, обучение для управления, хозяйственного управления этой структурой. То есть там нужно иметь планирование, среднесрочное планирование, которое покрывает 2-3 года, и знать наперед, какие больные будут обращаться и сколько денег для этого потребуется. Спасибо большое. Yaxshi olim, yaxshi rektor bo'lmasligi mumkin yoki yaxshi organizatorlik qiladigan rektor, yaxshi menejer, olim bo'lmasligi ham mumkin. Bu byudjet tashkilotida endi biz o'sha byudjet xarajatlarini kamaytirish yoki samarali ishlatish uchun bag'ishlanganligi uchun shu mavzuga to'g'rilamiz ozgina. Меня вопрос на русском. Как избежать утяжеления диагнозов этих заболевших в целях дополнительного финансирования в условиях КЗГ? И второй тоже связан с этим вопросом. Как учитывается данные вашей предлагаемой модели ранние выпуски больных в целях экономии бюджетных средств в личных целях? Спасибо за это. Спасибо большое, Владимир, за интересные вопросы и за проявленный интерес к научной работе. Очень актуальные вопросы, которые, скажем, вызывают опасения у наших руководителей. Утяжеление диагноза в нашем языке он называется фрод, то есть введение фрода – это, скажем, ставить другой диагноз для получения более больших денег. Конечно, тут есть свои механизмы. Это мониторинг, подтверждение лабораторными анализами и результатами клинической диагностики этих состояний. Это можно делать посредством
мониторинговых визитов на место лечения этих пациентов или через удаленный доступ в информационную систему, медицинскую информационную систему. Есть решения, есть инструменты, которые сейчас применяются в практике Фонда государственного медицинского страхования, которые не позволяют медицинским организациям утяжелять эти диагнозы. Касательно второго вашего вопроса, что ставит под риск здоровья наших пациентов, это ранняя выписка. Ранняя выписка контролируется соответствующими клиническими протоколами и стандартами лечения. Если медицинская организация не излечивает пациента и выписывает его раньше срока, имеется такое золотое правило: если пациент вернулся в медицинскую организацию в течение 30 дней с аналогичным диагнозом, то обычно медицинская организация за свой счет излечивает этого больного уже во второй раз. Спасибо большое. Доктор Музакаримов. Tadqiqot obyekti sifatida klinik xarajat guruhlarini tanlab olganligingiz ko'rsatilgan. Nima uchun aynan klinik xarajat guruhlari tomonidan o'sha tibbiyot muassasalarini moliyalashtirishni eng maqbul mexanizm sifatida tanlab olindi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, 3-jadvalda siz xalqaro kasalliklar tasnifi 10 bo'yicha kasalliklarni keltirib o'tgansiz, o'shalarga sarflanayotgan o'rtacha xarajatlarni keltirib o'tgansiz. Eng yuqori xarajat sifatida nima uchun bakteriologik va histologik jihatdan tasdiqlangan nafas olish yo'llari kasalligi ko'rsatilgan? Nima uchun yuqori qimmat turishini fikringiz aytsangiz? Спасибо большое за вопросы. Очень актуальные вопросы. Я хотел сказать, что клиника затратной группы является подходящим механизмом, потому что они позволяют объединять пациентов в определенные группы со схожими клиническими состояниями, диагнозами. Также в этих группах учтены и средние показатели стоимости их лечения, что делает оплату более обоснованной, чем определение единого тарифа для всех наших пациентов. Или если мы будем финансировать их покойку. В психиатрической помощи различия между пациентами особенно выражены. Вот только что вы сказали про различные формы лабораторно подтвержденного, гистологически подтвержденного туберкулеза. Это значит, что этот вид туберкулеза, он подтвержден соответствующими лабораторными анализами. И была взята мокрота, которая также подтвердила наличие этого патогена, что делает лечение этого пациента более дорогим. То есть для него нужно использовать более, скажем, сильнодействующие лекарства и более продолжительное время для его полного излечения. Касательно выбора клинико-затратных групп было сказано, что это более рациональный метод оплаты. А касательно лабораторно-гистологических подтвержденных случаев, что это более дорогие, более ресурсоемкие пациенты в туберкулезных случаях. Bor edi. Nima? Abdiyev adashmasam bergan. Nima ham beribdilar? Jamoliddin ham. Jamoliddin ham bor. Birinchi Abdiyev. Читайте. изучение ли вами опыт зарубежных стран по финансированию здравоохранения и опыт какого государства более приемлемого для Республики Узбекистан? Второй вопрос. Основополагающая принципы системы государственного финансирования здравоохранения. Спасибо большое за вопросы. Нами были изучены опыты нескольких стран, ну, в том числе включая близлежащих наших соседей, а также дальние зарубежья. Когда мы говорим про Узбекистан, мы говорим о быстро растущей стране с почти 40 миллионами населения, из которых мы видим доходы только 6 миллионов человек. Так как группа населения до 18 лет у нас составляет где-то 30% от населения, то есть они еще дети, они еще не работают. Учитывая все эти моменты, было принято за основу, что финансирование здравоохранения будет основываться на общем налогообложении. То есть мы не будем вводить отдельный вид налога для здравоохранения, который имеется, скажем, в Российской Федерации.
Эта система называется обязательное медицинское страхование. Имеется в Кыргызстане, имеется в Казахстане. Там, скажем, резиденты отчисляют до 8% от своего дохода для получения этих медицинских услуг. Пропадающий принцип системы государственного финансирования. Ну, основной документ – это Конституция Республики Узбекистан. И 48 глава гласит этой Конституции, что каждый гражданин Республики Узбекистан имеет право получить услуги, включенные в гарантированный пакет медицинской помощи за счет государства, то есть бесплатно. Это основополагающее. Кроме этого, у нас имеется несколько законов. Закон о здоровье граждан. Там тоже определены гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи. Следующее. Guljahan Mahmudov, да? Насколько целесообразен переход от традиционного сметного финансирования к Лаконично отвечаю. в условиях значительной региональной дифференциации ресурсов и инфраструктуры Узбекистана. Для того, чтобы внедрить тот метод, который был предложен, необходимо сделать единый пул средств. Этот единый пул средств будет перераспределен по всем территориальным учреждениям на основе их территориального и других характеристик, что позволит нивелировать эти наши риски. Каким образом внедрение оплаты по КЗД может повлиять на качество лечения больных туберкулезом, учитывая стремление медицинских учреждений, сокращение сроков госпитализации и снижение затрат? Прежде всего, мы будем видеть, по какому диагнозу пролечился тот или иной пациент. В привязке к этому диагнозу у нас имеются, как я сказал уже выше, клинические протоколы и стандарты лечения. В этих клинических протоколах расписаны сроки лечения, как стационарного, так и реабилитационного. Используя эти инструменты, можно будет избежать тех рисков, которые были указаны. Способна ли предложенная модель финансирования обеспечить долгосрочную устойчивость туберкулезной службы после сокращения или прекращения международной донорской поддержки? Очень актуальный вопрос, очень интересный вопрос. Сейчас лекарства от туберкулеза финансируются главным образом из глобального фонда. Есть так называемая международная инициатива «Глобальный фонд». И когда мы будем переходить на оплату по клинико-затратным группам, вот та базовая ставка, которая была показана на слайдах, она должна быть расширена для того, чтобы покрывать расходы лечения, а также лекарственное обеспечение этих больных. Этот риск, он был учтен и предусмотрен переход от донорского финансирования к полностью государственному финансированию в ближайшей перспективе до 30 года. Xarajatlar moddalari asosida moliyalashtirishdan davolangan holat uchun to'lov tizimiga o'tishning fizioterapiya muassasalari uchun asosiy afzalligi nimada? Rasmiy 2024-2025 yillar uchun moliyalashtirib o'tishini ham katta rahmat savolingiz uchun. Fizioterapiya muassasalari uchun asosiy afzalligi bu yerda davolanadigan bemorlar o'rtacha 30 kundan 60 va undan ko'proq muddatga shifoxonada qolishadi. Bu o'z navbatida juda katta sarf xarajatlar talab qiladi. Agar biz shu muassasada yiliga 100 ta bemor davolanadi deb uni ko'ykalar soniga bog'lagan holda moliyalashtiradigan bo'lsak, ko'proq muddatda davolanish talab etiladigan bemorlarni xarajatlarini qoplay olmay qolishimiz mumkin edi. Shuning uchun taklif qilinayotgan klinik xarajat guruhlari asosidagi moliyalashtirish tizimi ularni o'sha adolatli, ularga kerak bo'lgan miqdorda moliyalashtirish imkonini beradi. Ikkinchi raqamdagi 24-25 yillar uchun moliyalashtirish o'sishi nima bilan bog'liq? 2024 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Coviddan keyingi iqtisodiy qiyinchilikdan chiqa boshladi va shu sababli sog'liqni saqlashga bo'lgan e'tibor kuchayish boshladi. Bu o'z o'rnida o'sha fizioterapiya muassasalariga qo'shimcha mablag' ajratilishiga olib keldi, endi natijasi bo'ldi shu. Xuddi shunday 25-yilda ham bu tendensiya davom etdi va men bundan oldin ham aytib o'tdim, har bir davlatga o'zi tavsiya bor.
Jahon banki tomonidan, xalqaro hamkorlar tomonidan sog'liqni saqlashni moliyalashtirish uchun yalpi ichki mahsulotdan kamida 5% ajratilishi kerak. Hozirgi kunda O'zbekistonda 2,4% mablag' ajratilyapti. Buni ko'paytirilishi natijasida xuddi shunday tuberkulyozni davolaydigan muassasalarga moliyalashtirish ko'payishiga sabab bo'ladi. Menimcha yaxshi savollar yetarli. Evet. Ozgina aniqlovchi bitta savol bor edi. Mana shu taklif qilinayotgan moliyalashtirish mexanizmi maqsadi kasallanishni kamaytirishmi yoki mablag'ni tejashmi? Agar mablag'ni tejash bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi savolga o'rin qolmaydi. Kasallikni kamaytirish bo'layotgan bo'lsa, qanday korrelyatsiya bor? Bu mexanizmni qo'llash bilan aholining farovonligini oshish o'rtasida. Ustoz, katta rahmat savolingiz uchun. Juda bir o'rinli savol. Maqsad iqtisodiy mablag'lar iqtisod qilish emas. Maqsad o'sha aholining salomatligini yaxshilash. Aholining salomatligi qachon yaxshilanadi? Qachonki biz o'sha jamiyatda aylanib yurgan o'sha infeksion deymiz, yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklar ulushini kamaytirsak. Agar tuberkulyoz masalasiga qaytadigan bo'lsak, tuberkulyozni oldini olish eng asosiy maqsad. Ya'ni uni erta aniqlash emas, oldini olish. Bu tuberkulyoz o'zi eskidan aytiladi, kambag'allar kasalligi. Ya'ni yaxshi yemaslik, immunitetni tushib ketishiga sabab bo'lgan, keyin shu holatlar olib kelgan kasallik. Shuning uchun xalqda aholini iqtisodiy farovonligi ortishi natijasida bu kasalliklar kamayishi bevosita bog'liq bo'ladi. Rahmat, menimcha savollar yetarli. Rahmat. Iste'dodli ilmiy-rahbari quyerda yozma xulosasi borligini ta'kidlab o'tdi. Agar xulosaman shakllanmoqchi ekan, rahmat ishimizni tezlashtirganing uchun. Endi ilmiy kotibga so'z beramiz. Mazkur dissertatsiya yuzasidan kelib tushgan yetakchi tashkilotning rasmiy taqrizi va abituriyentlarga kelgan takliflarni tanishtirish. Asosiy joylarida albatta kamchiliklar ko'rsatilgan bo'lsa, demak, Farg'ona davlat texnika universiteti mustaqil universiteti 20 Shavkatovich 18.07 moliya pul muomalasi va kredit iqtisodligida tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot sifatida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti belgilangan. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan taqriz xulosa 10 varaqadan iborat. Mana shu o'qib berishimda ma'lumotga kerak. Demak, taqrizda xulosada ilmiy ishni ahamiyati, dolzarbligi, undagi erishilgan yutuqlar va uni o'sha hozirgi kundagi ahamiyat to'g'risida batafsil to'xtalilgan. Buni o'qib o'tirmayman, faqat kamchiligini o'qib beraman, kamchiliklarni qayd etishga. Bular quyidagilar. Birinchisi, xorijiy tajriba mazmunli yoritilganiga qaramasdan davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy qilish sharoitlari O'zbekiston iqtisodiyotiga o'xshash bo'lgan mamlakatlar tajribasi bilan taqqoslama tahlil yanada kuchaytirilsa, ishning amaliy yo'naltirilganligi ortgan bo'lar edi. Ikkinchisi, moliyaviy moddellashtirish bo'limi kasallanish tarkibi, ambulator davolash hajmlari hamda doimiy va o'zgaruvchi xarajatlar nisbatidagi ehtimoliy o'zgarishlarni hisobga olgan holda o'rta muddatli istiqbol hisob-kitoblari bilan boyitish mumkin edi. Uchinchi, jadval va diagrammalar sifati yuqori bo'lishi bilan birga ayrim rasm va jadvallar juda zich analitik mazmunga ega bo'lgani sababli tegishli rasm va grafiklardan keyin matnda yanada batafsil oraliq xulosalar berilishi tadqiqot matnini qabul qilishni yanada yengillashtirgan bo'lar edi. Keltirilgan tavsiyalar dissertatsiya ishining ilmiy nazariy, uslubiy va amaliy ahamiyatini kamaytirmaydi hamda erishilgan natijalarning ilmiy qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosaning qaror qismida quyidagilar ta'kidlangan. Ermatov Zohid Shavkatovich tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlar, dissertatsiya va uning avtoreferati mazmunini to'liq aks ettiradi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi va olingan ilmiy natijalari amaliyotga joriy qilingan. Ikkinchi, mustaqil izlanuvchi Ermatov Zohid Shavkatovich tomonidan
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi 08.00.07 moliya, pul muomalasi va kredit iqtisodiyligiga to'liq mos keladi va mazmunan tugallangan ish hisoblanadi. Ushbu dissertatsiya ishi va uning avtoreferati Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferatini rasmiylashtirishga qo'yilgan talablarga to'la javob beradi. Uchinchi, yuqoridagilardan kelib chiqib, Ermatov Zohid Shavkatovich tomonidan iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DC 03-20-25-27-12-I19-05 raqamli ilmiy kengashda himoya qilishga tavsiya etiladi. Uning muallifi Ermatov Zohid Shavkatovich iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosa Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, iqtisod fanlari doktori professor Gulnora Abdurahmonova tomonidan imzolangan hamda universitetning gerbli muhri bilan tasdiqlangan. Navbatni endi dissertatsiya avtoreferatiga kelgan taqdirlarga bersak, demak, birinchi taqrir O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining Moliya va buxgalteriya hisobi kafedrasi professori, iqtisod fanlari doktori Tashpo'latov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda ayrim iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha hududlar kesimida qo'shimcha tahlillar berilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. Ikkinchi taqrir Namangan davlat texnika universiteti prorektori, iqtisod fanlari doktori Karayev tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda ayrim iqtisodiy tahlil natijalari bo'yicha hududlar kesimida qiyosiy ko'rsatkichlar keltirilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. Uchinchi, Qoraqalpoq davlat universiteti Moliyaviy texnologiyalar kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori Daniyarov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda ayrim iqtisodiy hisob-kitoblar bo'yicha qisqa metodologik izohlar va qo'shimcha grafik materiallar berilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. To'rtinchi taqrir Qarshi davlat texnika universiteti iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti dekani, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Nasimov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda xalqaro tajribalarni milliy sog'liqni saqlash tizimi sharoitiga moslashtirish mexanizmlari batafsilroq yoritilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. Beshinchi taqrir Qarshi davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, iqtisodiyot fanlari doktori Mansurov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda ayrim statistik natijalarni grafik va diagrammalar orqali kengroq yoritish yuzasidan mulohaza bildirilgan. 6-taqrir Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti buxgalteriya hisob va audit kafedrasi mudiri Mamatjonov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda ayrim iqtisodiy tahlil natijalari bo'yicha hududlar kesimida qiyosiy ko'rsatkichlar keltirilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. 7-taqrir Millat umidi universiteti xalqaro biznes va moliya fakulteti dekani, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Musayev tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda xalqaro tajribalarni milliy sog'liqni saqlash tizimi sharoitiga moslashtirish mexanizmlari batafsilroq yoritilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. 8-taqrir Toshkent International University Biznes va innovatsion ta'lim fakulteti dekani, iqtisodiyot fanlari doktori dotsent Foziljonov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy. Taqrirda xalqaro tajribalarni milliy sog'liqni saqlash tizimi sharoitiga moslashtirish mexanizmlari batafsilroq yoritilishi yuzasidan mulohaza bildirilgan. Navbatdagi taqrir Qo'qon universiteti turizm va iqtisodiyot fakulteti dekani, iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori Turg'unov tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. 10-taqrir Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Moliya va turizm kafedrasi dotsenti, iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori Absamat tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy, kamchilik kuzatilmagan.
Navbatdagi taqriz Qirg'iziston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Milliy jamoat salomatligi instituti katta ilmiy xodimi tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Marat Kaliyev tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kiritilmagan. Navbatdagi taqriz Moldova Respublikasi Estemitsano nomidagi davlat tibbiyot va farmatsevtika universiteti ijtimoiy tibbiyot va menejment kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Mirsiyat Buga tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. Barcha taqrizlarning xulosa qismida Farg'ona davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi Ermatov Zohid Shavkatovichning sertifikatsiya avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob berishi va muallif 08.00.07 moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib nomzod deb qayd etilgan. Rahmat. Dissertantga so'z beramiz. Yetakchi tashkilot taqrizida avtoritetga tushgan taqrizlar bo'yicha fikr bildirish. Доктор Ахмад, все замечания, которые были озвучены, они очень уместные, очень правильные. И мы постараемся в следующих наших работах принять меры по их устранению и будем дорабатывать наши последующие работы с учетом. Спасибо большое. Rahmat. Davom ettiramiz. Mamnuniyat bilan so'zni birinchi rasmiy opponent, iqtisodiyot fanlari doktori professor Jumayev Nodir Xasiyatovga beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Avvalambor rahmat. Men Farg'ona davlat texnika universiteti tadqiqotchisi Ermatov Zohid Shavkatovichni o'sha tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishini va avtoreferatini rus tilida o'qib, rus tilida 6 varrodan iborat taqriz berdim. Ustozlar qisqacha aytaymi yo taqrizni o'qib beraymi? Qaysi tilda aytay? O'zbek, rus, ingliz? O'zbekcha? Avvalambor men tadqiqotchini o'ziga ilmiy rahbariga alohida minnatdorchilik izhor qilmoqchiman. Sababi juda dolzarb mavzuga to'xtashgan. Dolzarb mavzuga to'xtashiga sabab bilasizmi? Iqtisodiy taraqqiyotda mamlakatda aynan tibbiyot sohasi juda muhim sanaladi. Budjetda ham, hozir ham shu kecha kunduzda ijtimoiy sohaga 50%dan oshiq yo'naltirilgan bilan tibbiyotga juda katta qism ketadi va bunda albatta moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish juda muhim sanaladi. Chunki biz xohlaymizmi yo'qmi, mana majburiy sug'urtaga o'tyapmiz, tibbiyot sug'urtasiga. U kerak narsa, chunki butun dunyo bu narsaga o'tgan. Chunki har bir sohada o'zgarishlar bo'lishi kerak. Men to'g'risi dissertatsiyani o'qib xursand bo'lgan narsam, har bir insonni hayotiga keskin ta'sir qiladigan sohalar o'rganib chiqilgan. To'g'risi Zohid Shavkatovichni men Moliya vazirligida ishlaganlardan o'sha O'zbekistonda budjetni o'tkazishni qonunchilik palatasiga kelishganda ishchi guruhlarda ko'rardim. Men ilm qilayotganlardan juda xursand bo'ldim va bu tadqiqotchi dolzarb masalaga to'xtagan. Bu masalani nafaqat nazariy o'rgangan, balki ichida amaliy jihatdan ham shu kecha kunduzda shu sohani eng yetuk mutaxassis rahbarlardan biri ekanligi ham ishi toshini og'ir bo'lishiga, salmoqli bo'lishiga sabab bo'lgan deb baralla ayta olaman. Albatta, mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qator topshiriqlar bo'lyapti. Masalan, tadqiqotda o'zidan savol javoblardan ko'rdik, og'ir kasalliklar bo'yicha gapirib o'tdilar. Umuman bu narsalar oldini olish bo'yicha dunyoda bo'layotgan, masalan, oddiygina o'sha tuberkulyoz kasali uchun dunyoda faqatgina buni o'rganib, qaysidir ma'noda tadqiq qilish uchun
xalqaro o'sha sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 11 milliard dollardan oshiq ishlatilishi yoki umuman boshqa sohalarda bu hammasi shuni ko'rsatyaptiki, demak xalqaro miqyosda ham, milliy miqyosda ham sog'liqni saqlash tizimini, umuman tibbiyot muassasalarini moliyalashtirishni takomillashtirish juda dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Endi to'g'risi bu yerda tadqiqotchi ish yozish jarayonida bir qator farmonlardan, qarorlardan foydalanganlar, men xursand bo'ldim. Ketma-ketlikda o'zlarini pozitsiyalarini berganlar, dissertatsiya ishi kirish, 3 ta bob, xulosa qismidan iborat va men har bir bob bo'yicha va ilovalar, adabiyotlar ro'yxatida men har bir bu bobda buni ko'rgan deb o'tirmoqchi emasman, chunki qo'lingizda daftari firat bor va qolaversa savol-javobdan, taqdimotdan buni to'liq ko'rsatib berishga tadqiqotchi harakat qildi. Endi ilmiy yangiliklarni ham taqrizda ko'rsatganman, bu bo'yicha ham savol-javoblarda ham javob berdilar, shuning uchun bularga ham alohida to'xtamayman. Lekin aynan nima jihati yoqdi? Birinchi xursand bo'lgan narsam amaliy jihatda, aynan iqtisodiy jihatdan har bir holatda o'sha tibbiyot muassasalarini o'sha har bir o'sha fizioterapiya bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, xarajatlarni o'sha o'rganib, o'sha metodologik jihatdan to'liq ishlab chiqishga harakat qilgan. Qaysi holatda qanaqa bo'lishini yoki bo'lmasa birinchi marta o'sha differensial mexanizmni taklif qilgan tibbiyot muassasalarida o'sha tibbiyot muassasalarini, klinikalarni, bolnitsa, kasalxonalardagi aynan xarajatlar guruhini tahlil qilgan va nimaga asosiy e'tibor qaratish kerakligini va nimani ko'paytirib, nimani kamaytirsa bu samara berish haqida to'xtagan. Yoki bo'lmasa yana bir narsa, o'sha davlat tibbiyot sug'urtasiga aynan amaliyotiga alohida bir metod ishlab chiqqanki, bu holat o'sha budjet mablag'larini natijadorligini, ya'ni natijaviy ishlatish orqali samaradorligini va to'g'ri bo'lishini va to'g'ri yo'naltirishini ko'rsatib bera olgan. Albatta, to'g'risi men o'nlab yutuqlarni yozganman, bu yerda hozir vaqtingni olib o'qimoqchi emasman. Juda bir ijobiy holatda yozilgan. Albatta, ilm bilan yondoshgan, balkim rejani ham ilmga yaqin bo'lgan iqtisodiyot fanlari doktori professor ilmdoriga to'g'ri ko'rsatib berganlar, shogirdga ham o'sha rejani juda tahlillar yaxshi. Men xursand bo'ldim va umuman to'g'risini aytsam, adashmasam birinchi marta Farg'onaga opponent sifatida chiqyapman. Juda xursand bo'ldim, ishonch bildirib nima qilganinglarga. Men to'g'risi dissertatsiyani birgina o'sha avtoreferatni orqasini qarasanglar, dissertatsiya orqasini qarasanglar, bu avtoreferat orqasida muallif o'zi yozgan maqolalarni bergan va ishonasizlarmi, 25 ta ilmiy ish yozilishi va aynan bularni hammasini aynan shu mavzu doirasida bo'lganligi ham bu ishni davom ettirishga undab qoladi. Men albatta tadqiqotchini davom ettirishga tavsiya qilib qolaman. Men 3 ta bu yerda munozarali holatlarni keltirdim. Masalan, o'sha birinchi bob bo'yicha xalqaro amaliyotda o'rganganlar, lekin shu bilan birgalikda ba'zi bir munozarali holatlar bor. Masalan, to'liqroq yoritish kerak edi o'sha moliyaviy mexanizmini yoki bo'lmasa o'sha ishni teoretik asosini shu yerda ko'rsatib berish kerak edi deb yozdim. Endi opponentni vazifasi kamchilik topish. Juda qiynaldim kamchilik topishga, to'g'risini aytish kerak. Chunki shu ish ichida yurgan odam va umuman men o'zi gaplashib tadqiqotchi bilan men DS quvvatli deb o'yladim, lekin ishi oson PhD, shuning uchun albatta men tavsiya etardim davom ettirish. Yana bir ikkita shunga o'xshash kamchiliklarni yozganman, lekin bir fikrni aytaman, bu ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar ishga amaliy yoki ilmiy jihatdan umuman salbiy ta'sir ko'rsatmagan. Xulosa qiladigan bo'lsa, Ermatov Zohid Shavkatovich tomonidan o'sha 08/0007 moliya pul muomalasi krediti ixtisosligi bo'yicha yozilgan dissertatsiya ishi aynan munosib deb hisoblayman. Uni muallifi shu iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, Doctor of Philosophy deymiz, shu bo'yicha munosib deb hisoblayman va u kishi tomonidan yozilgan. Endi ruscha yozganim uchun "Совершенствование механизмов финансирования медицинских учреждений" nomli dissertatsiya ishi vaqti referati bir-biriga mos ravon yozilgan va uni muallifi
shu yo'nalishda PhD darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Endi rasmiy apparenti haqqi yo'q, balki norasmiy apparenti chiqar, lekin albatta bunaqa ishda davom etish kerak. Zohid Shavkatovichga tavsiya qilib qolaman. Rahmat ustozlar, uzr vaqtinglarni oldim. Rasmiy apparent iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Qonunchilik palatasi, fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi raisi Nodir Jumayev. Rahmat. Rahmat, Nodir Xasiyatovich. Rahmat ustoz. Kichikdan bildirilgan rasmiy apparentning fikrlariga munosabat. Assalomu alaykum, Nodir Xasiyatovich. Katta rahmat avvalambor vaqtingizni ajratib ishtirok etganingiz uchun. Meni ishimga e'tibor qaratib, uni o'rganib va unga rasmiy abonent bo'lganligingiz uchun ham alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Yana bir narsa, men bilasizlar, fan ta'limi kuratori sanalaman, oliy ta'lim va xalq ta'limini. Sizlarga rahmat aytmoqchiman. Juda bir chiroyli savol-javoblardan ko'rdim. Juda saviyasi baland saviyat ekan. Faoliyatinglarni davom ettiringlar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Sizlarga muvaffaqiyat ishlaringizga. Ma'muriyatdan ikkinchi abonentga so'z bermoqchiman. Iqtisodiyot fanlari doktori, professor Mo'minov Nurxonabdulgarimovga. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. Dissertatsiya rus tilida bo'lganligi sababli meni ham albatta litsenziyam, taqrizim rus tilida. 10 varaqdan iborat taqriz yozganman. O'zlaringmi yo faqat asosiy joylarini gapirib o'tadigan bo'lsak, albatta dissertatsiya bevosita dolzarb masalaga bag'ishlangan. Buni bir necha bora ta'kidlab o'tildi. Mana Nodir Xosiyatovich ham aytib o'tdilar, o'zlari ham adashmasam sog'liqni saqlash bo'yicha ilmiy ishlarni himoya qilganlar. Biz dissertantni bergan savollarga bergan javoblardan bitta narsani ko'rishimiz mumkinki, dissertant ilm sohasini qilib bajarayotganda albatta juda ham katta bir amaliy jihatlarga, bir amaliy praktikasi borligini ko'rib o'tyapmiz va bizning kengashimizda adashmasam sog'liqni saqlash bo'yicha ikkinchi dissertatsiya ishi himoya bo'lyapti. Va bugungi kunda aynan mana shunaqangi dissertatsiya ishlari sog'liqni saqlash masalasida va boshqa masalalarda bo'layotgani e'tiborga albatta loyiq. Dissertant o'ziga maqsad qilib qo'ygan maqsadlar bo'yicha bir nechta vazifalarni amalga oshirgan va maqsadiga dissertatsiya ishida yetganligini ko'rishimiz mumkin. U tomonidan olingan ilmiy yangiliklar birinchi navbatda juda ham baland saviyada yozilganini ko'rishimiz mumkin va aniq masalani yechimiga bag'ishlangan. Mana boblar bo'yicha to'xtalib o'tmayman. Albatta har bir bobda o'zini strukturasi bo'yicha yaxshigina ishlar amalga oshirilgan va aytish mumkinki, yana ijobiy tomonlaridan metodologiya jihatdan ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Yana asosiy joyiga e'tibor qaratish mumkinki, aynan международный опыт bo'yicha Step Down Posting, Joint Learning Network kabi, keyin Data Forum Plus kabi, keyin UZASBO albatta bu o'zbek nimasi, programmasi, shunday hisob kitoblar bo'yicha ham juda ham katta e'tiborlar berilgan ekan dissertatsiya ishida. Yana o'sha klinika zatratniy gruppa bo'yicha, klassifikatsiya bo'yicha 77 ta gruppa mavjud ekan va dissertantimiz tomonidan 10 ta gruppaga tushirilgan ekan. Bunaqa holatlar bu ham albatta e'tiborga loyiq bo'lgan jihatlari. Men bir 7 ta 8 ta alohida shunaqa e'tiborga loyiq bo'lgan jihatlarni yozib o'tdim. Shu bilan birgalikda albatta dissertatsiya ishida kamchiliklar bo'ladi. Kamchiliklar qanaqa xarakter? Bu tavsifiy xarakterga ega. Va aynan shu kamchiliklarni o'zini ham dissertant ham dokladida, ham dissertatsiya ishida aytib o'tirgan. Men bunaqa dissertatsiyani birinchi o'qishim, o'zi ham kamchilikni gapirib o'tgan jihatlari. Bitta shu kamchiliklardan o'zlari ham dissertatsiya ishini 3-4 paragrafda aytib o'tyaptilar. Bu holat 115-116 betlarda aytilgan. Bu yerda hali laboratorniy kompetensiya tuberkulyoz kontrolida yo'q deb aytilyapti, lekin u bo'yicha yechimlar berilmagan. Bu bitta kamchilik. Ikkinchi kamchilik xirurgiskiy aktivnost bo'yicha bu 2-3 paragrafda berilgan.
qanaqa nimalari bor, данныйлari, keyin standartizированный klassifikatsiya, xirurgiическое вмешательство, shunaqa analizlari, binarniy pokazatellari berilmagan, yaxshi ochib berilmagan. Keyin uchinchi holatda hali sanatoriya reabilitatsionni segment haqida gapirilgan, lekin buni biz dokladda ham ko'rdik. Bu bo'yicha alohida mexanizm berish tavsiya etilgan bo'lar edi. Keyin o'sha длительный gospitalizatsiya masalasida ham alohida fikr yuritilgan, lekin bu bo'yicha shu межрегиональный holatlarini ham aytib o'tish maqsadga muvofiq bo'lar edi va alohida bu uchun ham mexanizm taklif etilish ishni saviyasini oshirgan bo'lar edi. Albatta bu holatlar hammasi tavsifiy xarakterga ega va bu kamchiliklar o'ylaymanki dissertatsiya ishini davom ettirishga turtki bo'ladi deb o'ylayman va so'zimni oxirida aytmoqchimanki, Ermatov Zohjon Shavkatovichni совершенствование механизма финансирования медицинских учреждений nomli dissertatsiya ishi 08.0007 moliya pul muomalasi va kredit ixtisosligida bajarilgan, to'liq bajarilgan tadqiqot hisoblanadi, mustaqil fikrlar bilan yakunlangan va albatta uni muallifi iqtisod bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy kompaniyat rahmat. Rahmat. Marhamat, dissertant ikkinchi rasmiy opponentning tahlilda ko'rsatilgan Elnorxon Abdukarimova, katta rahmat sizga. Mani ishimga rasmiy opponent bo'lib hal qilganingizga, ajratgan vaqtingizga, o'rganganingizga, Hozir Qosimovich aytganlaridek bu ishni davom ettiramiz. Siz aytgan barcha kamchiliklarni ko'ngil ishlarimizni bartaraf qilamiz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya muhokamasi rasmiy qismi tugadi. Marhamat, kim norasmiy so'zga chiqib bildirmoqchi? Marhamat. Professor Abdullayev. Muhtaram ko'rinib turibdi, ham o'zini ishini yaxshi biladigan, sohani egallagan mutaxassis. Ma'ruzalari ham, rusulida ham javoblari ham, demak shu kishini yetuk shakllangan ilmiy kadrlar, rahbar sifatida shakllanganligidan dalolat beradi. Endi mavzuga keladigan bo'lsak, O'zbekiston hozirgi prezidentimizning ma'muriyat siyosatlari mamlakatimizda demak asosiy e'tibor inson sog'lig'iga, uni demak imkoniyatlarini, salohiyatini kuchaytirishga va ulardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan. Bu yo'lda endi demak qilinayotgan juda katta ishlar, shu jumladan dunyoda tibbiy muassasalarda ham bu narsalar alohida o'zini e'tiborini topyapti. Endi bekorga men aytmadim, bu sil kasali endi qadimdan bor, mana oqsoqollar o'tiribdi. Har bir tumanlarda, rayonlarda demak sil kasali alohida vaysalari bor edi, yerda u 4 oy, 5 oylab davolanardi. Bu davlat hisobidan hech qanday boshqa yo'q edi. Endi demak mana mustaqillikka erishilgandan keyin bu masalalar baribir yana o'zini dolzarbligi yo'qotgani yo'q. Jahonda bu kasallik batamom yo'q bo'lib ketgani yo'q. Demak, buni oldini olish, davolash, buni demak yana sog'lom jamiyatga qo'shish masalasi har doim dolzarb bo'lgan. Shu nuqtai nazardan bu dissertatsiya ma'lum darajada bir xizmat qiladi degan fikrdaman. Endi mana savol berdim, mana shu savolda ham aytdim, mana demak bu yerda shu muammoni o'rganilgan darajasida asosan siz demak buxgalteriya hisobidan ko'rgansiz, keyin boshqa domlangizda ham ishni necha bo'lsa qo'shib qo'ymagansiz. Ilmiy rahbariyat sog'liqni saqlashni boshqarish, moliyalashtirish, uni sug'urta masalalari dissertatsiyasini boshlagan tadqiqotlarni bu ilmiy kengashda kengashda a'zosi bo'lib
qatnashganim uchun bundan xabardorman. Endi bundan tashqari mana hozir rasmiy apparatlar ham ta'kidladi. Sog'liqni saqlashga bog'liq uni moliyalashtirish, ayniqsa xususiy sog'liqni saqlash tizimi, xususiy demak meditsina xizmatlari, tibbiy xizmatlarni ko'rsatishga taalluqli juda ko'p ishlar bajarildi. Ko'plab Andijonda ham himoya bo'lyapti, Samarqand, Buxorolarda ham himoyalar bo'lyapti. Shularga ham bir e'tiboringizni qaratasiz deb o'ylayman. Endi mana bu prognoz 24-yilda asosan demak byudjet masalasini o'rganishda, ya'ni moliyaviy risklarni bu yerda konkret keyingi o'sha prognoz ko'rsatkichlari berilmagan parametrlari agarda bu bo'lsa buni bir e'tiborga olib qo'yamiz. Endi bundan tashqari yana avtoritetni rasmiylashtirishda texnik xatolar, texnik pogрешности deyildi. Mana demak 12-chi betda joy qolib ketyapti, 13-chi betda joy qolib ketyapti. Yigirma birinchi betda o'zbekcha qismida bu ruscha avtoritet qismida mana demak 43-chi betda demak 43-45-chi betlarda joylar qoldirilgan. Endi bu rasmiy hujjat bo'lganligi uchun uni shakllantirishda albatta bu texnik organ bilan bo'lganida yana bir qaytadan ko'rib chiqib oliyatli strategik tadbir qilayotgan paytda shu narsalarni bartaraf qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Dissertatsiya mavzusi dolzarb, yaxshi yozilgan, tushunarli hisobda qabul qilish mumkin bo'lgan, dissertatsiyalarga aytganimdek shakllangan, yana men rahbariyatlar fikriga qo'shilaman va demak ijobiy baho berishni so'rayman. Rahmat. Yana kim so'zga chiqmoqchi? Zoom'da bormi? Yo'qmi? Ben Oybek'im. İşte to'rtinchi borishimiz to'g'ri. Ularning ham bir marta boshidan o'zini sinab ko'rgan, fakultet miqyosida ishlab ko'rgan bir yangi o'sha teshga tegmagandek bizga tuyuluvdi. Shu masala mana oxiriga yetkazilib chiroyli avtoritet ko'rinishiga ham ketdi. Aslida tadqiqotlarda bu masalaga amaliy ham, nazariy ham, ilmiy ham bevosita egallagan. Amaliy o'zi boshqaryapti shu tizimda. Men nima demoqchiman, shu kengash a'zolarini birozdan shu ovoz berishga chaqiraman ijobiy. Shu 1796 guruhida adashmasam, shularda 25 ta bola bitirgan bo'lsa, birinchi yilda 8 tasi magistratura qilishgan, moliya va kredit yo'nalishi juda ko'zga yo'nalish. Men xursand bo'lganim, hammasi o'z ishini topib, mana hozir ikkinchi marta shu oq yo'l tiryapmiz bularga. Bu ilmiy darajadagi ilmiy sohada olimli yo'lda ham mana o'z qo'llarini urdi. Hech o'zini yuqori tutmagan guruhda ham doim intiluvchan bo'lgan aytmoqchimanki, shu dohicha o'sha paytda qanday bo'lsa hozir ham kam targina turibdi. Nimasi bir bilmayapmiz hozir biografiyalar katta davlat lavozimida ekan. Lekin turishi kamtar. Shunday olimlar ko'paysin. Yana bitta yutug'imiz mana shunday ishni keyinchalik davom ettirsa, aynan shu universitetimiz qoshidagi kengashdan chiqsa, yana ham deylik bizni yutug'imizga yutib qo'shilgan bo'ladi. Biz o'sha maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Haqiqiy mana shunaqa shogirdlar ko'paysin degan fikrdaman. Rahmat deymiz. Mana shunday himoya bilan tabriklaymiz. Oldindan bo'lsa ham hali ovoz bermagan bo'lsak ham va qolganlarga ham shu ijobiy ovoz berishga chaqiraman. Rahmat. Haqiqatda Oybek Umarov to'g'ri aytdilar. 4 marta, 3 marta oxirgi 1 yil ichida Zohid akani eshitib o'sha eng bitta narsani e'tibor qilayotganimiz, har safar o'sha kamchiliklarni aytsak, keyingi safariga o'sha narsalarga to'liq javob berib, o'sha kamchiliklar to'liq bartaraf qilib, mana o'tgan safar aytdingizki, davolash ko'payib ketib qolibdi, moliya sal. Mana bugun haqiqatda nima, menimcha o'sha eng avvalo yuqorida aytildi,
Zohid aka bizni Farg'onani kadri, mana o'sha Toshkent shahrida nimada ishlayotgan bo'lsa ham, albatta bizni o'sha kadrimiz, menimcha o'sha mana shu ko'p dissertatsiyani o'qiganda, dissertatsiyani nima qilganda juda ko'p mana shu sohaga oid, ayniqsa o'sha mana ustozlar ham aytdi, sil kasalligi eng ko'p uchraydigan sohaga oid hujjatlarni bevosita ishlab chiqishda o'zi nima qilgan, ishtirok etgan. Yana bitta asosiy jihatini aytaman endi bu yerdagi nimalarga. Bilasizlar, Oliy attestatsiya komissiyasiga o'sha e'longa berganda nimalar dissertatsiya ishlari tekshiriladi, antiplagiat tizimidan 94% antiplagiat bilan chiqdi. Demak, bu o'sha ishni o'sha 4-5% ham o'zini maqolasiga haligi seturini bo'lgan, bu originalnisi. 90 antiplagiatda 94 originalisi chiqdi. O'sha yuqori darajada o'sha ishni tashkil etilganligi, menimcha agar bugungi kengashimizda nimasi, agar biz nimani Zohid akani qo'llab-quvvatlasak, ham amaliyotchi, ham bir yaxshi kadrni nima qilaman, shuning uchun sizlarni ham chaqirib qolaman. Rahmat. Mayli, qisqa gapiraman. Mendan keyin men mehmonlarimiz bor edi, qo'shni davlatlardan, boshqa xorijiy davlatlardan kelgan, ular o'zlarini nimasini bilishmoqchi edi. Men endi qisqa aytib qo'ymoqchi edim, Zohidjon Shavkatovich bilan biz ko'p haligi gaplashdik, ishladik, hatto qabul haligi mustaqil tadqiqotchini qabul qilayotganda ham shu fakultet dekanidan savol men tanimaganman. Savol berganman, o'shanda yaxshi taassurot qolgan. Nimada, demak, o'sha paytda kelayotgan tadqiqotchilarni nimasi bilan savol javob qilganimizda esingizda bo'lsa, o'shanda aynan men moliyadan javob bersam, u moliya qilgan o'zi. Menejment moliya nimasidan so'ng o'zi moliyachi ekan. Keyin tanidim, orqa-orqa tanirdik-ku. Bu ishini ham ko'rdikki, bu hayotda, hozirgi hayotda real voqealikni yoritib olib chiqilgan ish. Mana o'sha 2016-yildan keyin o'sha natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirilgan konsepsiya bor. Mana shu konsepsiyaga juda katta e'tibor berilyapti natijaga. U birorta sohaga katta bir mablag' yo'naltirishi mumkin, lekin natijasi bo'lmasligi mumkin. Bu natijasi bo'lmagan ishga har qancha mablag' sarflangan bilan, demak, o'sha sohani davolab yoki yaxshilab oyoqqa turg'izib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu oxirgi 10 yilda mana shu natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish masalasi keng targ'ib qilinyapti, muhokama qilinyapti. Shu doirada qilingan ishni o'ylayman, bu o'sha mamlakatimizni byudjetiga va o'sha g'azada turgan pulini samarali ishlashiga, o'sha byudjet mablag'larini samarali foydalanishiga bevosita ta'sir etadigan masalalarni ko'tarib chiqqan. Shuning uchun men qisqa qilib shu kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlanishni so'rab qolardim. Demak, o'sha respublikamizda ham amaliy bo'yicha, ham ilmiy nazariy jihatdan bir yetuk olim shakllangan deb hisoblaymiz. Agar qo'llab-quvvatlasak, hatto sog' bo'ladi. Mehmonlarimizdan Уважаемые коллеги, уважаемый председатель, уважаемый научный руководитель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемый соискатель, господин Ерматов, уважаемые близкие, родные и близкие, в том числе отец господина Ерматова, Шавкат Ерматов. Сегодня очень такой день, я думаю, очень важный в жизни соискателя. Разрешите представиться. Меня зовут Марат Кабиев. Я в течение 7 лет работал председателем фонда обязательного медицинского страхования Кыргызской республики. Я сам из Бишкека. А также я работал заместителем министра здравоохранения Кыргызской республики. И поэтому направление, которое сегодня обсуждается, является очень актуальным не только для Узбекистана, а является актуальным для всех стран, которые находятся на переходном этапе развития системы здравоохранения. И тематика, которую господин Ерматов докладывал, она настолько актуальна, потому что туберкулез является очень актуальным для стран Центральной Азии. К сожалению, наши страны, в том числе Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, входят в 20 стран мира с самым высоким уровнем устойчивого туберкулеза. И вот как раз среди ваших вопросов было, почему они дорогие, стоимость. Потому что они, самое большое количество устойчивых форм находится на нашей земле. И это ставит цель их искоренить.
Мне было очень интересно послушать дискуссию, мне было очень интересно и хочу подчеркнуть высокий уровень проведения диссертационного совета. Я также бываю очень часто оппонентом, официальным оппонентом. У меня также есть соискатели и с научными работами в системе финансирования здравоохранения, в системе менеджмента здравоохранения. И в этом направлении я еще раз хочу подчеркнуть очень высокую актуальность, очень высокую методологическую подготовку диссертационной работы. Ну и в завершение я хочу официальную фразу сказать, что диссертационная работа действительно соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии не только Республики Узбекистан, но и нашей республики, я думаю, всех высших аттестационных комиссий Центральной Азии и, может быть, и других. А также я хочу отметить, что автор действительно достоин и заслуживает присуждения степени доктора философии по искомой специальности. Спасибо за внимание. Rahmat. Спасибо. Menimcha yaxshi fikrlar bo'ldi. Yana bir mavzu bor, Moldova. Ассаламу алейкум. Слышно? Добрый день. Я, к сожалению, по-узбекски еще не говорю, но учусь. Так что надеюсь, в следующий раз, когда уже будет второй уровень диссертации, я уже буду перед вами выступать. Уважаемый председатель, уважаемый руководитель научный, уважаемый секретарь, члены совета, уважаемый соискатель Ишак Ерматов. Мне очень приятно быть на таком важном научном мероприятии в Ферганском техническом университете. Я, как и Марат, участвовал в научной деятельности других университетов, в том числе моего университета из Кишинева, Университет медицины и фармации имени Тестемицану, где я являюсь доцентом кафедры социальной медицины и менеджмента. Я доктор наук. Как и Марат, мы работали долгое время в различных государственных учреждениях, в том числе министром здравоохранения и директором Национальной медицинской страховой компании Молдовы. Сейчас в Узбекистане помогаю своей экспертизой, своим опытом продвижению системы государственного медицинского страхования. Также мне большая честь высказаться по поводу диссертационной работы уважаемого соискателя адвоката Шавката Ерматова, потому что эта работа и впрямь очень актуальна и имеет новизну, потому что система вся, которая внедряется сейчас в Узбекистане, страховая система, она сама является новой, потому что новые механизмы финансирования внедряются во всем регионе, в том числе в моей стране. И в Узбекистане сейчас на данном этапе активно внедряются реформы финансирования здравоохранения. Конечно, методы оплаты разные, и важно их научно обосновать. Внедрение в практику показал Лакис Шавкатович, в том числе соответствующие документы Министерства здравоохранения, уже внедряется. Но все равно научное обоснование мы с вами, как научные коллеги, мы понимаем, что это нужно всегда иметь в виду. Что касается других таких более частных и более эмоциональных вопросов, я скажу, что возвращение в родной город, возвращение в родное учебное учреждение для каждого из нас является очень трепетным. Мы вчера говорили за Кижанкатовичем, он каждый раз возвращается в Фергану домой, потому что это его дом, это его учреждение, где он учился, говорилось об этом, и очень приятно, что ваш ученик переходит как бы на новый уровень, в том числе исследователя в этой области. И для этого, конечно, есть гордость у каждого учреждения, в том числе у Ферганского технического университета. Есть для нас гордость, для тех, кто работает вместе с ним в фонде государственного медицинского страхования, потому что он очень хороший менеджер, очень хороший профессионалист, который знает, что делает, как делает, и оценивается руководством Республики Узбекистан. А также, конечно, есть гордость для семьи, которая присутствует здесь. Это, наверное,
самая большая гордость для отца, для братьев, для матери, для всех других родственников, которых даже нет здесь, на этом месте. Также для нашего научного сообщества, потому что мы, как часть научного сообщества, будем принимать в наши ряды нового члена этого сообщества. И в заключение я только прочту, может быть, пару слов из отзыва, который я написал, что исследование отличается актуальностью, научной новизной и практической направленностью. Диссертационная работа Арматова Закида Шавкатовича соответствует требованиям предъявляемой диссертации на соискание ученой степени доктора философии по экономическим наукам, а ее автор заслуживает присуждения исполненной ученой степени. Успехов вам в дальнейшем, успехов всему коллективу и очень радуюсь. Спасибо. Спасибо вам большое. Не зря дали, приехали поддержать и выступить. Hurmatli kengash a'zolari, shu bilan yakunlasak, birinchilar, tadbirkorlar, umumlashtirib o'qimoqchi edim. Asosan ko'proq dissertatsiya yuzasidan fikr bildirmoqchi edim. Uni shaxsi nimasi bo'yicha ularimiz aytdi. Avvalambor, dissertatsiya qancha himoya qilayotgan bo'lsa, dissertantlardan ko'pincha so'raymizda, nimani xohlayapsan o'zi? Bu dissertant nima xohlayotganini o'zi biladi. Nima qayerga borishni ham biladi. Dissertatsiyadagi eng katta bitta yutuq kumulyativ samaradorlik. O'sha modelni, mexanizmni joriy qilishi ham byudjet mablag'ini tejashga, ham uni samarali foydalanib kasallarni kamaytirishga yo'naldi. O'z-o'zidan bu davlat siyosatiga ham mos keladi, jamiyat xohishiga ham mos keladi. Shu nuqtai nazardan menimcha dissertatsiyani mana shu joyi o'zi juda dolzarb masalaga bag'ishlangan va ko'ra bilgan o'sha yerdagi muammoni yechimi qanday qilib amalga oshirish kerak. Albatta Zohid bu tibbiyotchilar xonadonidan doktor bo'lishi mumkin edi, faqat unda u bitta kasalni davolagan bo'lardi. Moliyachi bo'ldi, hamma kasalni davolash mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha mexanizm, moliyash mexanizmini topishi o'sha kasallarni kamayishiga, kasallarning tuzalishiga sababchi bo'ladi. Shu nuqtai nazardan menimcha uning shaxsiy hislatlaridan bittasi tanlagan mutaxassisligida. Qolaversa, dissertatsiya yuzasidan savollar berilgan savollarga ayrim dissertantlarga o'xshab mana qilib o'qib tayyorgarlik qilish emas, ichida yurgan odamdek ana shu narsaga odamlarni olib kelib qo'ydi sovet a'zolari. Shuning uchun savollarni ham sanadi 20 tadan oshib ketibdi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Agar dissertant yaxshi bo'lsa, dissertatsiya yaxshi bo'lsa, ko'p savol berildi. Значит, qiziq, aktual mavzuga bag'ishlanganligi uchun shunday savol-javoblar bo'ldi. Menimcha bizga mana shu yerda o'tirgan ilm ahli ancha o'ziga yetarli darajadagi zaryadni ham oldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi avtoreferatda manbalarni ko'rsatilishida, mahalliy olimlarni fikrlarini berishda degan savollar bo'yicha bo'ldi. Albatta bu mavzu oldin bunaqa masshtabda ko'tarilmaganligi uchun, o'sha manbalar o'zi yo'q bo'lganligi uchun. Qolaversa bu vaqtlarda ilmiy yo'nalishlariga murojaat qilinganligi xarajat hisobga olingandan keyin uni biror bir fikr bildirish mumkin-da. Shuning uchun u aynan o'sha yo'naltiruvchi yo'lni buxgalterlar hisobini yuritish masalasini o'rganmasdan turib, bu nimaga moliyachi harakat qila olmaydi. Shuning uchun albatta bu yerda moliyachilar buxgalterlarning kitoblarini manbalariga tayangan holda menimcha tadqiqot o'tkazgan deb o'ylayman. Shuning uchun yetarlicha o'rganilgan degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi. Qolaversa mana rasmiy opponentlari, respublikamizning taniqli olimlari chiqib dissertatsiyani ijobiy tomonlarini, yaqin o'rtada bunaqa opponentga chiqish qilganlarni biz Sovetimizda ko'rganimiz ham yo'qda. Qaysi ma'nodaki, mana shu millionni Yunusku juda ham bir qoniqish hosil qilib, oxirida ko'rsatilgan kamchiliklarni aytmay qo'yaverdi. Bittasini aytdi, qolgani ham endi degan palatga vishi deb aytib ketgandek bo'ldi. Ikkinchi opponentimiz ham podrobno mana shuni fikrlarni bildirganligi biz bilan sizda yetarli darajada ijobiy ovoz berishga muhit yaratdi deb o'ylayman. Shuning uchun barchamiz qo'llab-quvvatlasak va albatta unda to'xtab qolmaslik kerak. Bu sabab o'zi bilgan ilmni o'zi o'rgatgani boshqa.
birovlarga yozib, o'rgatib, uni tarqatgani bu boshqa narsa. Menimcha Alloh taologa ham xush keladi. O'sha narsa buni oxirati uchun ham xizmat qiladigan bu bilim o'rgatish masalasi menimcha to'g'ri yo'lni tanlagan shu sohada. Albatta fan doktori bu titul sifatida qaralishi, lekin yirik olim sifatida mana shu sohada o'zini o'rniga ega bo'lish bu boshqa narsa. Shuning uchun haligi qoniqish hosil qiladi dedi-yu, o'zi shaxsiy nuqtai nazardan menimcha hali qo'liga diplom olganda yana o'ylab ko'rsa kerak, tezlashtirib qachon tashlab deb keladi. Menimcha mana shu kunlar to'xtab qolmasi kerak va xalqqa mana shu orqaligina biz yoshlarga, ayniqsa o'sib kelayotgan olimlarga, magistrlarga, doktorantlarga monografiyani, darslikni o'quv qo'llanmani mana shu sohada bersak, albatta hali moliyaviy masalalar bo'yicha tibbiyot institutlarida qilinadigan ish juda ko'p. Ayniqsa menejment, moliyaviy bitta o'sha KVPlarni o'ylab topilib, moliyaviy menejer mutaxassisini kiritishi qishloqlarimizda qancha o'shani ko'tarishga olib chiqib ketdi. Bekorga prezidentimiz aytgan yo'q edi. Davlat tepasiga kelganda Shavkat Miromonovich, agar dedi shunday iqtisodiy o'sishlar bilan davlatda bo'layotgan bo'lsa, nimaga tuberkuloz ko'p? Nimaga sirkatalik ko'p? Men bekorga savol bermadim. Aholini farovonlik darajasi yuqori bo'lishi eng katta turtki bo'ladi o'sha kasallikni yo'qotish ildizi bilan. Uni moliyalashtirish esa tezlashtiradi uni. Mavjud moliyalash manbalaridan to'g'ri oqilona foydalanish. Shuning uchun dissertatsiya juda dolzarb masalaga bag'ishlangan va o'ziga xos yechimlarni bergan deb ayta olaman. Marhamat, norasmiy chiqishlarida fikrlarga munosabat bildirish uchun dissertant Уважаемый председатель, уважаемый руководитель, уважаемые члены научного совета, мне было очень приятно то, что вы уделили свое ценное время для изучения и для дачи рекомендаций моей научной работе. Конечно, эта работа носит, если даже и завершенный, но промежуточный характер. Она будет продолжена. Скажем, реформа здравоохранения, она не закончена, она продолжается, включая реформу финансирования здравоохранения. И в своих последующих работах мы будем учитывать все эти замечания и дорабатывать уже с учетом новых реальностей, которые складываются в нашей республике. Спасибо вам большое. Hurmatli kengash a'zolari, sizlar bilan biz yaqindan ovoz berish uchun hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Qanday taklif bor? 3 kishidan iborat degan taklif tushyapti. Marhamat, ko'rsatamiz. 3 kishi quyidagida taklif qilinadi. Mirza Karimova, Miyasara Muhammedovlar, Qodirov Abdumalik, Toshpo'lat Oybek. San bog'langanman. Manfaatlar ziddiyati betda bo'lmaydi. Ishonsaling. Kim shunga taklifga rozi bo'lsa, marhamat. Rahmat. Klubdagilar ham eshityapsizlarmi? To'xtatib qo'yasam. Eshitilyapti Ibrohim Nabiy. Eshityapmiz. Orif aka, qo'llab-quvvatlab ovoz beramiz. Azxon, qo'llab-quvvatlaymiz.